Assalomu alaykum. Bugun bolalarda eng ko'p uchraydigan lor kasalliklari orasida birinchilardan bo'lib tarqalgan adenoid haqida gaplashamiz. Adenoid nima? Adenoid bu burun halqum limfoid to'qimasining kattalashishi adenoid deyiladi. Adenoid asosan 3-7 yoshli bolalarda ko'p uchraydi. Adenoidning kelib chiqish sabablari asosan virusli infeksiyalar, ya'ni adenoviruslardan so'ng burunning tez-tez shamollashi, allergik holatlar, immun tizimining zaiflashuvi hamda nasldan naslga beriluvchi kasallikdir. Adenoidning klinik belgilari: burundan nafas olish qiyin bo'lganligi sababli og'izni ochib uxlash, tishlarning qiyshayishi, og'izdan so'lak oqishi, quloqda turli xil quloq kasalliklari, eshitishning pasayishi, tungi enuvers, ya'ni uyqusida siyib qo'yish holatlari, tez-tez tomoq bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar, tishlar qatorining o'zgarishi va tez-tez tomoq og'rishi kuzatiladi. Adenoid qanday davolanadi? Adenoidni davolash asosan uning darajasiga bog'liq bo'ladi. Birinchi daraja dori-darmonlar, burunni yuvish hamda fizioterapiya bilan davolanadi. Ikkinchi hamda uchinchi darajasi asosan operativ yo'l bilan, ya'ni hozirgi kunda zamonaviy endoskopik usulda adenotomiya operatsiyasi o'tkaziladi. Xulosa qilib aytganda, erta tashxis va to'g'ri davolash sog'lom nafas va tinch uyqu garovidir. Agar siz va sizning yaqinlaringizda yuqorida ko'rsatilgan belgilar bo'lsa, Medicom klinikasiga tashrif buyurishingiz mumkin.